Xo'sh, tanishamiz endi. Bahora, necha yoshdasiz? Nima ish qilasiz? Uy bekasiman. Aha, 24 yoshdasiz. Turmushga chiqqanmisiz? Ha, ikkita farzandim bor. Yaxshi. Fabirlik kompaniyasiga qachon keldingiz? 2025-yil iyun oyida edi. Ha, shuncha paytdan beri zakaz qilib yuribsizmi endi Bahora? Ha, zakaz qilyapman ha. Хорошо. Necha ballargacha qildingiz zakazni? Boshida shu 50 baldan tushganim yo'q. Men shu 3 katalogdan beri 50 qila olmayapman lekin. O'zi nima sababdan kelgansiz Fabirlik kompaniyasiga? Qani ozgina o'zingizni hayotingiz haqida aytib bering menga. Fabirlik kompaniyasiga shu o'zimga narsa olganman. Keyin shu narsalar o'zimga yoqqan, keyin birovlarga tavsiya qilganman. Shunday qilib keyin eng birinchi o'zimda opamga zakaz urib berganman ko'proq. Keyin shunday yaqinlarimga, opamlarga, ikkita opam bor, shu opamlar olaydi, keyin uydagilarga. Yaxshi. Zakaz urib keyin ovsinlarimga sotadigan bo'ldim. Keyin guruhga ochdim, shunday bo'lib zakaz urib nima qiladigan bo'ldimda. Хорошо. O'zingizni hayotingizda nimani o'zgartirmoqchisiz? Borku, masalan, siz mana shu Fabirlik kompaniyasiga o'zingizga mahsulotlarni olish uchun kelgansiz. Keyin qaradingiz, что qarindoshlar ham cho'mila ekan, yuvina ekan, to'g'rimi? Hozir nima uchun qoldingiz Fabirlik kompaniyasida, ya nima uchun qaytdingiz? Mana masalan o'rtada qila olmadim deyapsiz-ku, hozir mana aktivlashdingiz. Nima uchun qoldingiz? Mana kelganingiz mayli bildik. Nima uchun qoldingiz? Menga mahsulotlar yoqadi, ham ishonchli. Men avval unday yuzimga bozordan nima sotolmaganman. Hozir shunga a'zo bo'lgandan keyin qiziqib shu o'zimga qaraydigan nima bo'ldimda. Вот, например, siz narsalari yoqqan. Aha. Qarang, endi Bahorchika, qarangda, yana sizga savolda. Вот siz aytyapsiz, mahsulotlari yaxshi, demak ishonchli, to'g'rimi? Demak, kompaniyaga ishonsa bo'ladi. Chunki sifat yaxshimi? Sifat yaxshi bo'lgandan keyin siz o'sha odamlarga tavsiya qilishni boshladingiz, kompaniyani siz ikkinchi imkoniyatdan foydalanishni boshladingiz, to'g'rimi? Shunday bo'layapti. Ana endi qarangda, Fabirlik kompaniyasida 3-chi imkoniyat bor-da. Bu 3-chi imkoniyat orqali siz Fabirlik kompaniyasi itaring. Fabirlik kompaniyasi siz nima qilishingiz mumkin? Siz o'zingizni shaxsiy qattiqroq itaring. Kimniki? Aha, hozir. Tak, davom ettiramiz, ha? Qarang, Bahora. 3-chi imkoniyatini siz eshitganmisiz Fabirlik kompaniyasida? Bilmadim. Eshitmagansiz, ha, demak. Eshitmagansiz. Lekin siz Fabirlik kompaniyasida, например, hozir 1 oydan keyin yo 2-3 oydan keyin, например-da 1 million, 2 million daromadga chiqishni xohlaysizmi? Sizga qiziqarlimi shu imkoniyat? Xohlaysiz, lekin siz tushunishingiz kerak, что bu yerda siz sotishingizni ko'paytirmaysiz, siz kompaniyada o'zingizni shaxsiy biznesingizni qilishingiz mumkin. Tushunyapsizmi? O'sha shaxsiy biznesingiz, o'zingizni shaxsiy biznesingizni qurib turib, siz Fabirlik kompaniyasidan oylikka chiqishingiz mumkin. Endi qarang, kompaniyada bor 3 ta imkoniyat. Birinchi imkoniyat bu qo'shimcha daromad imkoniyati, o'zingizga arzon narxda olish imkoniyati. Siz undan foydalangansiz. Ikkinchi imkoniyat bu ichidan kelib chiqadigan, masalan, siz ishlatyapsiz mahsulotda va sizga opalaringiz, ovsinlaringiz, singillaringiz sizga už yoqayapti. Siz uni xohlaysizmi, xohlamaysizmi tavsiya qilishni boshlayapsiz. Da bu ikkinchi imkoniyat, qo'shimcha daromad imkoniyati. Lekin bu yerda siz bizlar tushunishingiz kerak, bizlar bu yerda
sotuvchi emasmiz, biz maslahatchimiz. Shuning uchun sizni maslahatingizga qarab turib ular mahsulot olishgan. Uchinchi imkoniyatimiz bor, bu demak o'zingizni katta biznesingizni qurishingiz mumkin pul tikmasdan. Tushunyapsizmi? Qanday qilib? Mana hozir qarang, sizda opangiz bor. Opangizga 20% chegirmani taklif qilasiz. Ovsinlaringiz bor. Ovsinlaringizga 20% chegirmani taklif qilib turib, ular ichki narxda sizga o'xshab, nima deydi, boyagi shaxsiy kabinet bor-ku? Приложение. Ana shu приложениyadan o'zlariga ichki narxda mahsulot olishni boshlaydi. Xuddi shunaqa odamlarni siz sonini ko'paytirasiz. Men sizga hozir ko'rsataman. Shu kun dars o'tuvdim. Mana qarang. Masalan, siz qilyapsiz o'zingizni shaxsiy 50 ballingizni. Mana 50 ball qilyapsiz, ha? Ikkita odam taklif qildingiz. Ular o'zi uchun 300 ming, 400 mingga har 3 haftada o'zi uchun mahsulot olishadi. Sotmaydi. Guruhga kiradi, maslahat beramiz yuziga, например, da ichaydigan badlarni, bolalarga shampunlar tavsiya qilamiz. Ular o'zlari uchun xuddi supermarketda skidkaga ega bo'lganda uzun market bor, to'g'rimi? Faqat Faberlik kompaniyasida 20% chegirmadan foydalanishadi. No, ular sizni komandangizda bo'lgani uchun, sizni guruhingizda bo'lgani uchun Bahor. Qarang, ular sizda gruppovoy объем qiladi-yu, kompaniya sizga oylik to'laydi. Siz 3% ga chiqasiz va kompaniya sizga 30 ming oylik to'laydi. Bu siz 50 balldan qilgan daromaddan tashqari ular o'ziga narsa olyapti. Ular o'zini pulini tikyapti ichki narxda. Yana ularga kompaniya 20% chegirmadan tashqari katalogda orqasidagi sovg'ani beryapti. Tushunyapsizmi? Vot. Shu narsani yo'lga qo'yishingiz kerak. No, u uchun siz hozir juda to'g'ri harakatlar qilyapsiz-da. Siz marafonga kirdingiz va o'sha marafonda siz o'zingizni tizimga, intizomga, darslarga kirib turib o'rganyapsiz. Siz to'g'ri yo'ldasiz. Da juda ham to'g'ri yo'lda tanlang. Chunki to'g'ri bizlar motivatsiya bilan da qanchadir vaqt ushlashimiz mumkin. No, bu biznesda informatsiya, bilimingiz kuchli bo'lsa, o'shandagina siz orqangizdan odam ergashtira olasiz. Tushundingizmi? Hozir mana siz ko'ryapsiz guruhimizda aktivlashganini. Yoqayaptimi? Siz ham shu aktivlar guruhidasiz. Sizga yoqayaptimi? Yoqayapti. Juda xuddi shunday, mana shunaqa muhitni qidiradigan atrofingizdagi tanishlar bor. No, bitta xato qilmasligingiz kerak. Siz ularni taklif qilgan paytingiz a'zo bo'lasan, ishlaysan degan so'zlarni aytmasligingiz kerak. Bir xillar aytishi mumkin. Oy Bahorichka, men ham senga o'xshab sotsam, nima oylikka chiqsam bo'ladimi desa, siz u savollarga javob berishingiz kerak emas. Birinchi ochratda ular o'zi uchun faqatgina mahsulot olishni o'rganish kerak. Kim o'zi uchun mahsulotni olsa, o'sha odam anov bo'ladi. Nima deydi? Muvaffaqiyatli bo'ladi. Chunki siz olganingizdan keyin siz uni odamlarga tavsiya qila olasiz. Tushundingizmi? Keyingi pog'ona bor bizda, qarangda. Mana keyingi pog'onani tushuntiraman. Bu 6% pog'onasi. Mana qarang. Keyingi pog'ona 6%. Endi komandangizda 25 balldan nechta odam bor? 200 ball qilishimiz kerak. Ko'ryapsizmi? Mana komandangizda sizda ikkita, demak, o'zingiz 50 ball qilasiz, ikkita odamingiz 50 balldan qiladi, ikkita odamingiz 25 ball. Gruppovoy объем qancha bo'ldi? 200 ball bo'ldi. Mana 200 ball kompaniya sizga 120 ming oylik to'ladi. Lekin siz biling, işte ular o'zini ballini o'zini puliga qiladi. Ichki narxda oladi sizga o'xshab. Tushunyapsizmi, Bahora? Bu juda zo'r variant sizga. Siz uyda o'tirib, bola chaqangiz bilan direktor lavozimiga chiqa olasiz. Keyingi pog'onalarni qarang, mana. 9% pog'onasi. Mana. 9%. Mana qarang. Ko'ryapsizmi? Odam soni ko'payapti. Odamlaringizda odami ham sizni gruppovoy объемingizga kiradi. Ularga ham, sizga ham. Mana. Yaxshi ko'rinyaptimi? Chappa ko'rinyapti-da, endi tushunib olasiz. Mana 9%, mana 600 ball, o'zingiz shaxsiy ballingiz 50 ball, oylik 540 ming. Ko'ryapsizmi? Mana. Men buni rasmlarni sizga bitta-bitta tashlab boraman. Hozir tushuntiryapman-ku sizga. Bularni bitta-bitta tashlayman, daftarga yozasiz.
o'zingiz yozayotgan paytingiz tushunchaga ega bo'lasizda. Xo'pmi? Bo'p, keyingi pog'ona 600 ball o'tib ketdik. Endi siz bo'layapsiz lider, starshий lider. 1000 ball. Qarang. 1000 ball mana qarang qanaqa komanda. Ko'ryapsizmi? Bu komanda qayerdan o'sadi? Qarangda Bahora, siz o'zingiz taklif qilasiz, sizda odamlaringiz ham taklif qiladi. Ular lekin qayerda o'sadi? Bizani guruhimizda, bizani darslarimizda, bizani marafonlarimizda. Tushunyapsizmi? Sizga o'xshagan, uyda o'tirgan uy bekalari bizlarda bemalol direktor bo'lishyapti. Bemalol onlayn. Mana men hozir siz bilan onlayn gaplashyapman. Xuddi sizda oldingizda o'tirgandek, farqi nima? No. Bu yerda bitta no borda, qarangda, siz uyda o'tiribsiz, bolangizga qarab o'tiribsiz. Plus nima qilyapsiz? Biznes o'rganyapsiz. Uydan chiqqaningiz yo'q, hech kim sizga urushmaydi. Uydan chiqding deb. To'g'rimi? Biron joyga boray demaysiz. Xuddi shunday sizda odamlaringiz ham men bilan aloqaga chiqadi. Ertaga siz o'sganingizdan keyin siz bilan aloqaga chiqadi. Siz bu biznesda rivojlanishingiz ehtimoli ko'proq bo'ladi. Tushundingizmi? Ko'ryapsizmi, sizga hozir qaysi yoqyapti? Mana qarang. 1000 ball qilganingizdan keyin sizda oyligingiz bo'ladi 1.200.000. Har 3 haftada tasavvur qiling, siz 1.200.000 oylik olyapsiz. Lekin o'zingizda 50 ballingizni qilib boryapsiz. Ko'ryapsizmi? Zo'rmi? Yoqayaptimi sizga? Ну вот. Mana endi qarang, keyingi pog'ona 15%. Mana vitse direktor, qarang qanaqa komandangiz bo'ladi. Qarang, guruhingizni qarang. Odamlaringizda odami ham hammasi sizning komandangizda. Ko'ryapsizmi? Har bitta даже mana 10-o'rinda kelgani ham sizga gruppovoy объемingizga kiradi. Kiygizib oling, ishtonini. Zo'r biznes bo'lyapti, to'g'rimi? Mana qarang, siz rivojlanyapsiz. Uyda o'tirib rivojlanyapsiz. Yana siz biznes o'rganyapsiz, biznes. Mana qarang, mana bu yerda gruppovoy объем 1.5 ball. Ko'ryapsizmi? Shaxsiy ballingiz 100 ball, 1.5 ball gruppovoy объем, oyligingiz bo'ladi 2.250.000 so'm. Har 3 haftada kompaniyamiz, kataloglarimiz qancha ishlaydi? Necha hafta ishlaydi katalog, bilasizmi? O'zida? Bahora? 21 kun, keyin hafta bo'ladi. 2 haftalik bo'ladi, to'g'ri va 3 haftalik bo'ladi. Endi qarang, 1 yilda bizlarda 19 ta katalog bo'lsa, siz 19 marta oylik olasiz. 12 marta emas, 19 marta. Tushunyapsizmi qanday zo'r? Mana kataloglarimiz, mana shu har bir katalog boshlanadi, tugaydi, sizda o'sha siz 2 haftaning ichida 1.5 ball qildingizmi? 2 million keldi sizga. 3 haftaning ichida 1.5 ball qildingiz, 2 million keldi. Пожалуйста, bir oyda 4 million oylikka chiqasiz. No, bunga men sizga aytmayapman, shu bu oson. No, bu qiyin ham emas. Buni siz o'rgansangiz, stabilni, mana bizning marafonimizda aytilyapti hozir. Nima deyilyapti? Har kuni 2 ta partnyor bilan gaplashing. Partnyoringiz bo'lmasa, demak har kuni 3 ta odamga Fabirlik kompaniyasida 20% chegirma bor va demak katalogda orqasidagi sovg'a haqida gapirib berasiz. 3 ta odamga. Tushundingizmi? Ularga sotish, biznes qilish, yugurish, yurish, yig'ishtirasiz, aytmaysiz. A'zo bo'lish degan so'zi ham kerak emas. Faqat ular kompaniyaga to'g'ridan-to'g'ri mijoz bo'ladi. Bo'ldi. Mana shunday qilib siz o'zingizni shaxsiy biznesingizni qurishingiz mumkin bo'ladi. Qiziqarlimi sizga? Bo'p, siz shu imkoniyatni bilarmidingiz, Bahora? Unchalik ichkaridan tushunmaganman, lekin eshitganman, siz tushuntirgandek tushunmaganman. Aha. Hozir demak siz uchun yangilik bo'ldi, to'g'rimi? Yaxshi. Xursandmisiz? Sizga yoqdimi? Qiziqdim. Avval unchalik qiziqmas edim, lekin hozir siz mana shu konsultatsiya siz bilan hozir konsultatsiyaga biz o'tdik, to'g'rimi? Siz gruppaga yozishingiz kerak. Men Shahlo opa bilan